bo'yicha men sizlarga reels joyladim. Faqatgina Darknet emas. Do'stlar, Darknet yangi qism bo'yicha men sizlarga reels joyladim. Faqatgina Darknet emas, umumiy o'zi. YouTube kanal haqida ham reelsni ssilkasini pastda qoldiraman. O'tilib ko'ringlar va aktiv bo'linglar. Let's go. Ertaga sizlar kutgan video chiqadi. Mani hayotimdagi eng muhim video. Da do'stlar, ko'rib turganingizdek, men hozirgina uyg'onganman, yuzlarim yotibdi. Chunki hozir meni fan встреча haqida telefon qilib uyg'otishdi. Va bu ham bo'lsa, bizga fan встречаga ruxsat berishdi. Va xuddi shu paytda men hamdan nimalar o'tgan tasavvur qila olmaysizlar. Chunki birinchi o'rinda bu fan встреча bizning 3 million obunachi yiqqanimiz munosabati bilan bor. Va prosta tasavvur qilsam, qachondir ofisda prosta qotgan non yeb yashagan bolacha уже 3 million obunachi yig'di YouTube'da va noldan ko'zingizning oldida chiqib kelgan inson sifatida sizlarga aytamanki, 4 yillik karyeram davomida birinchi marta menga haqiqatan sizlar aktivlarni his qilishga imkoniyat yaratib beringlar. Va do'stlar, mana shu meni hayotimdagi eng muhim kunlardan biri, ya'ni meni ilk fan встречам 12-iyul Anxor Lokomotiv parkida, aynan mana shu joyda rovno 19:00 da boshlanadi. Va 100% bu oddiygina uchrashuv bo'lib qolmaydi. Birinchi o'rinda biz 3 million bo'lishini nishonlaymiz. Ikkinchi o'rinda juda ham ko'p mashq bo'lgan birgalikda sizlarning ko'zingizning oldida jonli challenge o'tkazamiz. Va uchinchi o'rinda sizlarga tayyorlab qo'ygan sovg'alarim va yana boshqa O'zbekistonda hali bo'lmagan ishlarni sizlar bilan birgalikda qilamiz. Va hammasi mana shu joyda bo'ladi. Va sizlardan iltimos, mana shu yakshanba kuni kakas qo'yish bosatgan mana shu salqingina bo'ladi. Mana shu payt kelib men fan встреча qilamiz degandan keyin juda ham ko'p